Dolzarb 90 kun loyihasi asosida davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham yozgi sog'lomlashtirish tadbirlari olib borilmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri Mirzobod tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi tasarrufidagi 9 insonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida ham o'tkazildi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining 2025-yil 19-maydagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yozgi sog'lomlashtirish ishlarini to'g'ri tashkil etish to'g'risidagi 162 sonli buyrug'i ijrosini ta'minlash maqsadida amaliy seminar tashkil etildi. Tadbirda tumandagi barcha maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlari hamda tarbiyachi pedagoglar ishtirok etdi. Muloqot davomida mashg'ulotlarni samarali tashkil etish, ta'lim jarayonida turli o'yin turlaridan foydalanish bo'yicha tavsiya va ko'rsatmalar berildi. Seminar davomida ishtirokchilar kasb faoliyatiga doir bilim va ko'nikmaga ega bo'lishdi. Tashkilotning oilalar va jamoatchilik bilan o'zaro hamkorligini yo'lga qo'yish muhimligi ta'kidlab o'tildi. Seminarimizda tashkilotda chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan bo'lib, bolajonlarimizni yozgi sog'lomlashtirish, chiniqtirish davrlarini tashkil etish, kun tartiblariga rioya qilish, mashg'ulotlar jarayonini namunal tashkil etish asosiy vazifa sifatida belgilangan va mana shu jarayonni biz aynan 9 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida amalga oshirib namuna sifatida ko'rsatib berdik. Shuningdek, dolzarb 90 kun loyihasi doirasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ishlarga ham alohida to'xtalib o'tildi. Bolajonlar tomonidan ijro etilgan raqs guldastasi yig'ilganlarga yuqori kayfiyat ulashdi. Aytish kerakki, mazkur loyiha doirasida muassasada sog'lomlashtirish maydonchalari, shaxmat, shashka kabi turli xil to'garaklar faoliyati ham yo'lga qo'yilgan. Bolalarni kunlarini mazmunli o'tkazish maqsadida barcha shart-sharoitlar yaratilgan, to'garaklarimiz yaratilgan, qumgohlarimiz, o'yingohlarimiz, shashka, shaxmat o'yinlari, velosiped o'yinlari, barcha sharoitlar yaratilgan, fitobarlar, qaynatilgan suvlar. Biz pedagoglarning maqsadi bolajonlarni sog'lom avlod, barkamol inson bo'lib yetkazishga hissa qo'shishimizdir. Xulosa qilib aytganda, yozgi mavsum faoliyatini sifatli tashkil etish maqsadiga qaratilgan seminar ishi bolalarning nafaqat buguni, balki kelajagi uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi.